Karvan. Abdori Elyar Ataman. 3. kısım. Aha, yan xabarlar bo'lsa deganaqini. Ha, ma'qul. Yana shu g'aribdagi cho'llikning gapi. Men oldin qaytim sabtdan ayrilib ezib qoldim. Yolg'iz necha kun yo'l yurdimki, buni bilmayman. Bir chaqda yo'g'on bir to'g'raqning yiniga kep qoptiman dangla. Isib aran turganda shu to'g'raqning soyisiga ko'pli tushib uyquga ketibdiman. Bir chaqda Nag'mi navolarning ovozi bilan uyg'onib ketdim. Shunda qarasam, nurg'un odam to'g'raqqa o't yiqib, gulxon qilib, uni cho'rgilab, nag'ma qilyotgandik. Elim yaxshi vaqtida uyg'onib qoptiman. Bo'lmasa, u o't kuyib o'lsammi, xalqning oyog'i ostida qilib o'ladigan o'xshayman deb tursam, birisi kelib, "Putongni sotamsan" deydi. Turib qoptiman. Şunun bilan heliqi odam yana so'rdi. "Oy, putini sotamsan deyman" deb. Men ittikli uning putiga qaradim. Asli u bir puti yo'q odamkan. Achchig'im g'ujjidi tutib, "Ey sarangmi sen? Sana putimni setabatsam, men qanday qilaman" dedim. O odamni qiziq men qarab turib etib, yana "Amsi beshingni sotamsan" deydi. Bu sarang bo'ldimi yoki menmi deb atrofga qaradim. Hamma normal. Shuning qaraganda bu odam sarang bo'lsa kerak deb uningga gap qilmay chatrak o'tdi. O odammi rost sarang bo'lsa kerak deb ketib qoldi. Men ularning o'ynagan usullariga qarab o'ltasam, qayoqdan keldiki bir sinimda paydo bo'lib qoldi. "Voy aka, nima ish qilyapsan" deb. "Voy ko'midingmi, nag'mi ko'ryapman" dedim men. Qarsam o'zi mendanmi cho'ng turdi. U menga qarab turib etib, "Ochimni olamsan" deydi. "Voy qipli qopti mendangla." "Voy saqsan oy. Qarsam mendan kichik tursan. Ocham qanchalik bo'lmoqchi dedim terikib. U "Amsi momamni olamsan" deydi. "Singlingni olay, singlingni" dedim ochiqlab. "Alsam ochang ba, singlimni o'zim olaman demasma?" Xo'yim 80 gaz o'rildi. Hamma ochangni olay, hamma ochangni." Nima deydi ma'lumgoy? Deb shundoq ochiqlasam, u "Alsang ochamni ol, hamma ochamning eri va" deb qo'yib, xotin kishida qopoq suzib ketib qoldi. Achchig'imni bosamay, g'anzamdan is chiqarib o'ltasam, shundoq chiroyli bir ayol oldimga keldi. Uning bilan chiroyli salomlashib, paranglashib o'ltadik. Ayol safar jarayonida g'ayrib sinib qolgan bo'lsa kerak, menga erkilab surkilishga boshladi. Men ayolning maqsadini bilgachga, uningga uchiqlik qilib dedim. Qarasam, g'ayrib sinib qolsiz. Qanday gapingiz bo'lsa, ochiqlik danga. Men har qanday talabingizga tayyor desam, u ayol gapimni anglab kulib turib, "Menga tigamsiz" deydi. Nima deydiganda mal bir sarang uyuqdirmi nima deb uni raso tilida. Kallidan ketgan sarang xotin. Ayol kishi degan er kishiga tegdi, er kishini olmaydi desam, u xotin qilch xijil olmasdan ijarab yinimga kelib, "Menga xotin bo'ling deyapman" deydi. Achchig'imda o'zimni nechchini qachal evatdim. Men sarang. Sen haqlar boyada turgandekin, men sarang. Deb uning yenidan ketib, gulxonni cho'rdab o'ltirganlarning orasiga kirib o'ltirdim. Boyiningizga ularga zang solmabdi ekanman. Kelib o'ltirgandan keyin benormallikni his qilib qoldim. Qarasam, bu odamlarning ba'zisining puti yo'q, ba'zisining qo'li, yana ba'zilarining ko'z yo'q bo'lsa, ba'zilarining qo'li. İş qilib, hammasi oqsoq, chulaq, qarg'u, naka odamlar edi. Bir chaqda ularning orasidagi yoshqi cho'ng birisi o'tirg'i tushib, yuqori ovozda, "Ko'pchilik, bugun oramizga bir mehmon keldi. Uning hurmatiga
qabilimizning eng hurmatga sazovar guli bo'lgan Bo'stongulni uning xizmatida bo'lishga berayli dedi. Bu gap bilan so'rindikilarning hammasi menga qarashdi. Ondan eliqi jakarchi mendan qandoq azizi mehmon Bo'stongul bugun xizmatingda bo'lsinmi deb so'radi. Men buncha ko'p odamning oldida yo'q deb bir ayolni rad qilsam, bu yerdiklarning mening erkakligimdan gumonlanishi aniq. Shunga ortiq o'ylashmayla ma'qul dedim. So'rdikilar hadisi hadab yuziga shoir ro'mol ortilgan bir qizni ep keldi. Men uningga qarab hayajonlanib ketyotdim. Shuning bilan uning yuzidagi shoir ro'molni olay deb tursam, heliqi ortisida ergi berenmagan sarang guyning valisi uning yanida paydo bo'lib qoldi. Ochamni rost olamsan deb. Achchig'imda uni bir mursabdim. Ammo shu yerda qo'rqinchli ishdan birsi bo'ldi. Men uni urishimga uning kallasi yerga do'milab tushib ketdi. Yo pana. Qo'rqinimdan eg'izimga gapmi kammidi. Bir qo'limda Bo'stongulning ro'moli turadi. Men qandoq chog'da uning ro'molini ochqinimni bilmay qoldim. Qarsam Bo'stongul degini 80 yoshga kirgan mo'may ekan. Avu artisini olmagan sarangning ishidan qo'rqib, bu nim bo'g'ini deb o'ylayapsam, heliqi yerga tushib ketgan kalli yana gap qildi. U boya hammachamni olaman deb turib meni ola deb Bo'stongulni ko'rsatdi. Voy qurib ketsin u Bo'stongul deb orqamga qaramay qochdim. Heliqi so'rindikilar qoqoqlab kulib ketishdi. Xeyli yiroqlagandan keyin orqamga o'rilib qarsam, ular hammasi kallasini qo'liga ilib ilib, ha deb osmonga etib o'ynab etibdi. Ya pana, munda karomatli voqea. Qo'rqinchimda shu qochqanchi bir kech kunduz qechib, o'z odamlarim orom og'a yerga kelyaptimi? Hey, nima deb Bo'stongulni epli qochmidim, ha? Qo'yingda chaqchaq. Bichara bir xotinlik bo'lib qoladigan bo'ldim deb xush bo'lib ketgan bo'g'ayting aqcha. Sadiraxun, bu qatim sizlarni xeyli foydali deydi-ku. Qaysi yurt qilgantinglar? Deb kelsa gap uzun. Ish qilib bizmo yomon emas bir shaharga bordik. Foydanimi deganingizda xeyli ko'p oldik. Lekin Sadiraxun, cho'ldik qaroqchildan qattiq hazar aylan oljuma, yaqinni beri ular bak avjib ketdi. Ikki tarafdagilar shu tariqada xeyli vaqtlargacha paranglashgandan keyin Sadirlar Zo'rdun buvoy bilan qo'shilishib qaytmoqchi bo'ldi. U qaytar chaqda Zo'rdun buvoyni uyga chaqirib kirib, uning bilan qadri to'g'riliq paranglashdi. Zo'rdunka. Endi sizga soladigan bir maslahat bor. Shu maslahat qilib bo'lgandan keyin men chaqarroq yurtga qaytaymikan degan. Qani desilar Sodir ukam. Qandoqli ish bo'lsa, maslahat bilan bo'lganga yetamdi. Endi Qadirjonmo cho'ngib qoldi. Uning beshini o'ngshash uchun bu atrofda sizlar qiz so'rab bog'udak bir ayami yo'q. Shunga endi bu jangaldagi tirikchilikni tashlab, shaharga qaytib umringining oxirini shaharda o'tkazinglar. Shundoq bo'lganda Qadirjonmo sizlardan xotirjam bo'ladi. Untekin studiyasi. Zo'rdun buvoy bu gapni anglab uzoq o'ltirib ketdi. U ko'nglida burunli shundoq qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo ochiq o'tmish uning yuragini tatilaydi. Sadir Zo'rdun buvoyning bu yerga qiyammayotganligini bilib, yana bir taklif berdi. Bilaman, Zo'rdunka. Sizning bu cho'lga mehringiz kuchli. Bu yerdan ko'chmayman desangiz, yana bir taklifim bor. Endi o'g'il bola degan yosh vaqtida jahon kezishi, shahar ko'rib ko'zini ichish kerak. Qadirjonmo buningdan mustasno emas albatta. Endi oyxonadimiz bilan ishkanlarni deb Qadirmo bir umr jafo tortib bu dasht cho'lda yolg'iz yashasa bo'lmaydi-da. Shunga uni men qaytib qo'ysangiz, men uningga cheksiz qumliqni, har xil hayvatlik shaharlarni ko'z tutib kelay. Tali kap qolsa,
kelam qizdan birini epli kelamdi o texi. Endi deganlaringizga o'rinliq Sadirjon uka. Mo'may bilan ikkimiz balık qiymay, onu o'zimizdan ner qilg'imiz kelmagan. Ammo bundaq qilsak siz degandek bu balaning kelgusini nobud qilib, uni bir umr mushu cho'lga bog'lab qo'ygudekmiz. Nəhayət yaxşı bir təklif ediniz ukam. Navada sizgili iğir kemmizə, kelərki səpirinizdə qədirini qeytivarsınız. O səpər jarayanda sizlərinin xizmətanlarını qılsımı boğudak? Ay, Zordunka, xizmətanlarını qılsa degan nemi gap bu? Qadir degan mening o'zimning enisidekla tursa, onu o'zimning xizmatiga solsam qandaq bo'ladi? Endi shu balasiliga ortiq yuk bo'lib qolmasa ondayman-ku. Ondaq o'ylamang Zordunka. O mening o'zimning enisi. Hargiz bizga yuk bo'lib qolmaydi. Amiz shundaq bo'lsin Zordunka. Men bu qitim yurt qilib beribli qaytaman. Shu chaqda Qadirni elib o'tib ketay. Ma'qul ukam, ma'qul. Amsa men chiqib tayyorlik qilay Zordunka. Qandaq bo'ldi Sadirka? Dadang qo'shilmadi. Mendimi amal bo'lmadi ukam. Xapama, ha? Chidimas ushoq. Men buda kelguncha tayyorlig'ini puxta qilib tur, ha? Vaqt kelganda tayyor bo'lmasam, tashlab qo'yib ketaverman. Rahmat Sadirka. Safar jarayonida nima desangiz shuni qilaman. Ot eshak bo'l desangiz bu yo'q demayman. Rahmat sana. Sen xo'shal bo'lsanglar bo'ldi o'g'lim. Biroq dada, men Sadirkamlar bilan safarga chiqsam, oz degandim-u, 2 oyda orqaga qaytib kelaman. Bu orliqda men yo'q, qanday qilasizlar? Sen yo'q olsang, apang ikkimiz dam olamiz o'g'lim. Karvonlar kap qag'udak olsa, ularni yetishganimizcha kutamiz. Yetishmaganga amal yo'q. Dada, men atidan boshlab cho'ldan ko'plab o'tin keslab kelay. 2 oyga yetgudak o'tinni keslab, to'g'roq ostiga besib qo'yay dada. Ma'qul o'g'lim, ma'qul. Buvay shundoq deb oldida yukinib o'tirgan Qadirning beshini silab, uning peshonasiga so'yib qo'ydi. Bu ishlar Qadirga bakrak ta'sir qilgan bo'lib, u xuddi hozirla safarga chiqadigandek ko'ngli iyitqusiz yerim bo'lib atadi. Shu kuni kash Qadir har xil go'zal bo'lgan ishlarni plan qilib, qandoq chog'larda uxlab qolganligini o'zimi tuymayla qoldi. Ammo Zordun buvay undoq qilolmadi. Uning ko'ziga soda uyqu kelmayotdi. U yenidagi mo'mayning pushildab uxlig'iniga qarab qo'yib, derizdan tushgan oyning yo'riqida 2 qo'lini beshining orqasiga elib yetib xiyolga ketdi. Buningdan 40 yil muqaddam ularning yosh chog'lari edi. Zordon bir qari yetim bola. U bir boyning uyida yilliqchi bo'lib ishlaydi. Boy uning shaqiga kuchisiga kiyim berib, qo'sqini boqatdi. Zordon boyning beg'idagi kichik kapida turadi. Boyning yolg'iz qizi Oygul doim boqqa chiqib meva o'zgan bo'lib, o't o'rib boqqa suv boshlab degandek ishlarni qilib bekor turmaydigan Zordonga ko'zining quyruqida qarab oladi.
Bay qizining ko'nglini bilib qolgan edi. Bechora Zordon qizning bu ishlarini to'yib tursa-mu, bo'yi yetmaydigan shaptulga esilishdan o'zini tutib turadi. Ammo taqdir ularni yanada cho'plab qo'ydi. Bir kuni yarim kechida boyning uyiga o'g'ri kirdi. Boy buni bayqab qilib, o'g'rilar bilan elishgan bo'lsa-mu, kuchi yetmay beshiga bir necha kaltak yegan edi. O'g'rilar oladiganni elib chiqib ketgandan keyin boyning yolg'iz qizi Oygul dadisining qoniga melanib yotganligini ko'rib, qo'qqonidan chiyqirib ketdi. Zordon qizning chiyqirgan ovozini anglab yugurgan peti uyga kirib, qoniga melanib yotgan boyni va uning yanida yig'lab o'ltirgan Oygulni ko'rdi. Boy texi jon o'zmagan edi. U Zordonning kirganligini ko'rib, uningga qo'lini uzatdi. Zordon boyning yeniga kelib, yukinib o'ltirdi. Oğlum Zordon. Kızım Aygül sana ama. Onun gözüden yaş akkusma. Boy shu gapni qilibli jon o'zgan edi. Zordon tong yo'rug'icha boyning urug' tuqqanlari va qo'lim qo'shnilarga xabar qilib, odamlarni yig'ib bo'lgan edi. Oygulning yig'isi ho'ylidagi hammalarning yuragini ezib o'tadi. Hammadan bak Zordon uning yig'isiga chidamay o'tadi. Ammo amal qancha. Kishilar oldidan u Oygulning yeniga borolmaydi-da. Shu kuni tushdan keyin mahallədəki qo'lim qo'shnilar boyni yerligida qo'yib, uy-uylarga qaytishdi. Uyda boyning tuqqanlari qolgan edi. Ular texi boyning ko'zi yumilmasdan miros davosini boshlab o'tgan edi. Ammo hech kim Oygulning azobiga qarab qo'ymaydi. Zordon uloqlarga halab to'kib bo'lib bo'yliga kirib, peshayvondagi miros davosi va Oygulning yig'isini ko'rib, zodi chidab o'ltirolmadi. U chidamay o'ttirg'i tushib, Oygulni o'ylab qo'yishini, mush chog'da mirosdan ig'iz ichishdan uyalmayotganligini ayblaganda, boyning tuqqanlari buni fursat bilib, Oygul bilan Zordonni birla chalmada haydamoqchi bo'lib, boyni o'ltirib qizini elib boylikqa erishmoqchi bo'lgan yalong to'sh deb Zordonga tuhmat qildi. Oygulni bo'lsa chakarga bozilgan qatorga chiqarib, haqorat qilib ikkisini shu kechida qozining oldiga elib bordi. Qozi ozg'ina tangiga niyatini bozib bu ikkisini zindonga soldi. Ular zindonda bir oy turgandan keyin qozi ularni jamoat oldida 50 darradan urmoqchi bo'ldi. Bu chaqda Zordon mardonalik bilan Oygulning 50 darrasini o'ziga qo'shtirib 100 darra yedi. Kishilar Zordonning Oygulni qo'dishidan bu tuhmatning rost ekanligiga ishonib, Zordon bilan Oygulga ahonat qilishdi. Ular boyning uyiga kelganida boyning enisi uyga joylashib bo'lgan bo'lib, mirosning ko'p qismini o'zining qilib olgan edi. U Oygul bilan Zordonni satgaplar bilan haqoratlab uydan qo'g'lab chiqardi. Shunday qilib, bu ikkalan bu tuhmat ahonatlarga chidamay, yurtini tashlab boshqa yurtga ketmoqchi bo'lib, karvonlarga qaytilib cho'lga kirdi.